Marhamat. Demak, marhamat. mehmon taklif qilsak ham bo'ladi. Albatta, mehmonimiz keldilar va biz ularni baralla e'lon qilishga shay bo'lib turibmiz. O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovni shogirdlari Turkmaniston Respublikasidan kelgan xonandamiz Rasul Xolmetov bugungi dasturimiz mehmoni. Keling, Rasuljon aka. Rasulbek Xolmetov, marhamat. Sog'inib bir ko'ra olmagan, ifodingga to'ya olmagan, seni sevib ayta olmagan yigitingdan salomlar. Boqar edim ko'zlaringga, unda quyosh charaqlardi, shamol oshiq sochlaringga yigitingdan salomlar. Yigitingdan salomlar. Kipriklaring mayin qoqsang, yuragim tez urardi. Yuraklari to'xtab bo'lgan yigitingdan salomlar. Sen ham qarab jim turibsan, orzu bo'lgan xayollarga, shu to'yingda jim o'tirgan yigitingdan salomlar. Yigitingdan salomlar. Yuragimning bog'ida oshiqlar ko'p jonim balki muhabbatning poyida. Sen bir oddiy g'uncha eding yuragimning bog'ida. Gul hidiga to'ya olmagan bog'bonlardan salomlar. Gul hidiga to'ya olmagan bog'bonlardan salomlar. Boqar edim ko'zlaringga, unda quyosh charaqlardi, shamol oshiq sochlaringga yigitingdan salomlar. Yigitingdan salomlar. Yigitingdan salomlar. Baraka, Aferin, rahmat. aferin. Ma'murbek aka. Xolmetovga qarindosh bo'lmoqchi bo'lgan Rasulbek Xolmetov. Xush kelibsiz. Turkmanistondan. Kayfiyatlar qalay? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Assalomu alaykum. Tong xayrli bo'lsin. bilan. Men Men teletomoshabinlar bilan qo'shiqchi desam, pochtachi ekansiz-ku. shunga aytmoqchi edim-da. Bu menimcha bu qo'shiq pochtachi yigit nomidan aytildi. Yigitingdan salomlar. Oxiri aytadi-ku, sevgan qizingga xat yozib turibsanmi? Desa, yo, erga tegib ketdi. Kimga desa pochtachiga deydi-ku. Shunga shu latifani aytib bermoqchi edingiz, Ma'mur aka? Ha, shunday. Afsuski, mayli, xo'p. Bir tu arab. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Butun O'zbekiston, Turkmaniston xalqiga, o'zimiz muxlislarimizga o'zimni salomimni yo'llamoqchiman. Bu yerga kelganimga masalan 1 yildan oshgan bo'lsa, kelgan paytim vodiylik bir do'stimiz bor edi, Bahrom degan yigit. Men shu matnni berib, mana shu qo'shiqni aytmasangiz bo'lmaydi aka deb bu yerda ishlangan bu ashula. Ha, mana shu yerda tug'ilib, mana shu yerda premyera bo'lyapti. Ana. Bugun ham menimcha shu Lazizbek bilan qanaqadir qo'shiqlar qilib, menimcha yana 1 yildan keyin olib borasa, qanaqadir bir qo'shiqlar albatta meros bo'lib qoladi. Ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin. Xush kelibsiz. Marhamat. Marhamat, keling, mehmonxonamizdan joy egallaysiz. O'rtaga mana shu o'rta. Va biz sizga Choy qo'yib beramiz. choy qo'yib beramiz. Xo'sh. Qo'sh. Kayfiyatlar qalay? Kayfiyatlar rahmat, yaxshi. Ko'z tegmasin. Rasuljon aka, rahmat. Sizni choyingiz va u Sog' bo'ling. joyingiz. Rasuljon aka, sizni hozir Turkmanistondan kelgan xonanda deb tanishtirdik. To'g'ri tanishtirdik-a? Ha, to'g'ri. Men juda ham xursandman. Demak, sizni ona yurtingiz, ota yurtingiz Turkmaniston. Ha. Turkmanistonda o'qiganmiz. Toshkentga kelganimga 1 yildan oshib qoldi endi. Bu yerga yana kelishimizdan maqsad, masalan, Turkmanistonda yurgan paytim 19-yil Xorazmda maqomchalar ko'rik tanlov bo'lib qolganda,
mana shunda ishtirok etganman. Shunda Karimboy Rahmonov ustozimizdan aytib o'tishimiz kerak. Yordam qilib, mana shu konkurslarda nima qilganlar, yordam qilganlar. So'ng qarasam yomon emas. Laureat bo'lganman. So'ng ijodni Toshkentda davom ettirib ko'rishim kerakmi ekan degan nimalarda kelganmiz. Yomon emas, Xudoga shukr. Yaxshi, demak hozirgi kunda aynan Toshkentda yashab ijod qilyapsiz yoki kelib ketib turibsizmi? Qanaqa vaziyat? Kelpam, endi borib kelamiz, xo baribir. Endi xizmatlar, tadbirlar, konsertlar. Endi quvonadigan joyim Turkmanistonda paytimiz bizning viloyatimizda O'zbekistonning madaniyat kunlari bo'lardi-da. Mana shunda men Turkmaniston Respublikasining qaysi viloyatidansiz? Dashovuzda. Dashovuzda. Bunda shu Ozodbek aka ustozimiz ham borib ishtirok etganlar, bu shu paytlar ko'rganmiz-da ustoz. Shunda men shu o'zbek ashulalarni aytib, O'zbekiston madaniyat kunlari bu. Shunda ishtirok etar edik. Endi bu yerga kelganimizdan keyin hozir oldingi yilda Maxtumqulining nimasi bo'ldi? Tavallud. 300 yillik tavallud. Nimasi keng nimada nishonlandi, hattoki premyeralarda ishtirok etdik. Ham bir ajoyib sovg'a bo'ldi. Shunda masalan bu yerda yana turkmancha ashulalarni aytib yuribmiz-da, men shuna xursand bo'laman. Endi maqsadimiz ham shu, Xudo xohlasa, Bomurod Hamdamovning ikki davlatni o'rtasida bir ko'prik bo'la oladigan ashulachi bo'lish niyatimiz. Salomat bo'ling. O'zi azaldan e'tibor beradigan bo'lsak, turkman va o'zbek xalqlari o'zaro o'sha ham iqtisodiy, ham madaniy, ham adabiy aloqalarda bo'lishganda, hattoki bugungi kunda o'sha turkman baxshilari Navoiy g'azallarini kuylab kelayotganidan ham juda xursandmiz. Xabarimiz bor bu borada va o'sha Xiva madrasalarida tahsil olgan turkman mumtoz shoirlaridan Ozodiy, Maxtumquli, Andalib, ular ham hattoki mana shu Mir Alisher Navoiy hazratlarini o'zlariga ustoz deb bilishgan ekanda. Shu uchun bizni aloqalarimiz juda ham mustahkam va mana shu mehr oqibatimizga hech qachon ko'z tegmasin. Rasuljon aka, meni bilasizmi, quvontiradigan yana bir jihat, siz menga begona emassiz. Siz ham meni ona yurtimdansiz, meni ham onam turkman millatiga mansub. Faqat Charjoydan, Daryoni bo'yidan, Daryoni qizi. Charjoyga ham borib turamiz. Borib turasizmi? Yo'q, yaxshi. Shuning uchun qarindosh urug'larimiz hammasi Turkmanistonda va shu tomondan kimdir kelyapti mehmonga deysa, bag'ri dilimiz yorishib ketadi-da. Rahmat. Shuning uchun qadamlaringizga hasonat, juda ham xursandmiz. Niyatlari ham yaxshi ekan. Qarang, mana ikki davlat o'rtasida shu ijodkor sifatida ko'prik bo'lsam, mana aytib o'tdingiz, baribir bu faxr tuyg'usida. Ya'ni Turkmanistondan kelib sevimli kunni ham tomosha qilishadimi? Hozir qancha odam Turkmanistondan tomosha qilib turibdilar. Muxlislar aytib qo'yganmiz. Lekin o'zi hamma O'zbekiston kanallari ko'rsatiladi-ku Turkmanistonda. Qoyil. Hozir endi boy aytib o'tdingiz, shu maqom festivalda qatnashdim, laureatlar bo'ldim dedingiz. Shunga hozir bir shingil aytib bermasangiz, lekin bo'lmaydi, oxirgi oy qilib bersangiz ham. So'z isboti bilan demoqchilarda, Yildido Dilniyaz. Rahmat. Nargiza azizmishda. Endi taom tayyorlanyapti. Bunday ohanglar bilan, bunday nolalar bilan menimcha taom ham yetiladi-da. Ma'murjon aka o'zi maqom ashulalarini juda yaxshi ko'radilar. Albatta. Ha, Ma'murjon aka? Darhaqiqat. Demak, marhamat, agar imkon bo'lsa jonli ijroda. Jonli, akapella tarzda. Borib ayting ay azizim, ko'zlarimga to'tiya kelsin, meni bedastuponi qilg'ali ul purziya kelsin. Salıp boynuğa zülpi anbarın müşkiyakta kelsin, meni külbemni revşen kılgalı ul padşah kelsin. Ümidim baran cürlerin izlep her sabah kelsin. Kaman ebruları her kaysısı bir şuki celladı, yürer bulsa çemende kaddıdır manendik şemşadi.
Dubara kelmagay Ağlamamda sarı azadi bir olmas melanadın Payda kılıpdır aşkını ustadi Dilimde yüz cerahat Bar bir Mekke dava kelsin Baharı feyz bəxş Kürdü cəhan rəngin çəmən buldu Bugün meylis tüzünlər Növbəti gül pirəm buldu Ayağı basqan əyrim Sirsərz buldu Yasmən buldu Məşamın boyudan Her saatim müşkillikten buldu Bu yılda dostu düşman Eyp eyler yah kelsin Qoyil. Rahmat, Gap yo'q. salomat Yigitlar, bo'ling. sozandalar, gap bo'lishini Sozandalarni ham bilmayman. ilhomi jo'shib ketdi-da, Ilhom qarang. jo'shib ketdi. Taom juda ham mazali chiqadi. Umringiz uzoq Aytganimizdek. Juda ajoyib ijro. Ashula aytdingiz-ku, baqlajon emas, osh pishirgim kelib ketdi. Voy. Lekin tayyorlab berasiz Mamarjon aka. Yo'q, To'y yoshi ovozingiz bo'lganda juda ham To'y yoqimli yoshi, ekan. Ha, Juda ham judayam shirali. yoqimli ekan. Endi hozir nima bo'lib turibdi? Nima bo'lib turgani shu bo'lsa, qolgan Hammasi yaxshi. Eng muhimi Rasulni zeriktirib qo'ymanglar. Rasul baraka topsinlar. Ovozingiz juda ham yoqdi menga, Rasul. Rahmat. Bilmayman, familiyani ta'siri bormi? menimcha ovozlardan ko'ra ko'proq sizga familiyalar yoqdi. Shuning uchun endi insonda baribir familiya ism qancha yaqin bo'lsa, keyin go'yo bir qadrdonni tinglaganda yo'q, lekin rostdan ovozi juda ham chiroyli ekan. Rahmat. Sog' bo'ling. Qaysidir bir nolalari Og'abek Sobirovga ham tortib ketadi, yoki shunaqa tuyuldimi? Bora? Ustozni ham eshitamiz endi. Ha, ko'pchilik, Ha, ko'pchilik. O'zi shuni so'ramoqchi edikda. Ustozlardan kimni tinglaysiz qo'shiqlarini? Turkman musiqa san'atida, mana bugungi kunda o'zbek musiqa san'atini ham tinglab kelyapsiz. O'zi bolalikdan tinglagansiz, to'g'rimi? Ha. Shu qiziqish bugun sizni mana shu sahnalarga olib keldida. Ha, to'g'ri. Mana shu havasni ortidan mana shunday muvaffaqiyatlarga erishib kelyapsiz. Qaysi ustozlarni hozir tilga olib o'tmoqchisiz? Endi ustozlarni ko'pchiligini aytib o'tmasak bo'lmaydi, xafa bo'lib qolishmasin. Masalan, muzikalniy shkolaga, masalan, san'at maktabiga borganimda Guliston Sabirova degan ustozimiz Qashqadaryoda menga dars bergan. Unda 5 yil o'qiganman. Rubob chalishni ham. Ha, o'zi soham. Ha. Bundan keyin uchlishaga kirganmiz. Turkmaniston Dasho zulatini Maxtumog'li Qarliyev adındagi uchlisha deyiladi bunga. Hozir ham bor. Bunda 4 yil o'qiganman. Bunda Rasul Hasanovich degan bir kuchli domlalarimiz bor. Shunda tahsil olganmiz 4 yil. So'ng Turkmanistonda xizmat xalq artist nima bor? Sag'at Mamad Rejabbayev degan ustozimiz bor. Bu ustozni ham ashulalarni ko'p ashulalarni aytganmiz. Ularni menga fotiha berganlar. Bundan keyin masalan O'zbekistonda yana Otabek Muhammad Zohid, Ozodbek Nazarbek ustozimiz, Og'abek Sobirov, Karimboy Rahmonovlar hammalarni eshitamiz, yaxshi ko'rib eshitamiz. Hammasidan bor. Qo'shiqlardan demak repertuarda Ha, repertuarda ham bor, ijodimizda ham hammasidan olinganda. O'zingizni mualliflik qo'shiqlarida ham demak ularni ham ozgina lahjalaridan bor. Ha, lahjalardan, ularning nolalaridan, ha. Eldido Dilniyoz, siz mehmonimizga ajoyib bir taklif bergan ekansiz. Shunday kadr Hozir- ortida berdim. Ha. Ustozlarni sanab o'tdilar, mana hammadan boya suhbatda ham aytib o'tdilar-ku, repertuardan ozginadan bor dedilar. Shunga hozir men iltimos qilmoqchi edim, chunki baribir har bir ijodkor bolaligidan havasda bo'lgan ustozlarni qo'shiqlarini o'zgacha mehr bilan ijro qilishadi-da. Sozandalarsiz shunchaki akapella ovozni o'zida bir narsani endi his qilmoqchimiz har tomonlama. U yerda mayli Bobomurod Hamdamovdan bo'lsin, Og'abek Sobirovdan bo'lsin, Ozodbek Nazarbekdan bo'lsin, Karimboy Rahmonovdan bo'lsin. Yana qaysi ustozlarning qo'shiqlarini yaxshi ko'rsangiz, xohlasangiz Shohruh Repperdan ham bo'lishi mumkin, bemalol. O'zingiz lahjangizda. Qani agar tayyor bo'lsangiz, Tayyor. marhamat. Ishq mulkunda men tiklagan imorat
fakat mehru muhabbattan ibaret. Bir dünya yarattim, dünya içinde. Bunda sevgi kerametten ibaret. Bu Karim Bayroqmonovning ustozimizning ashulasi. Endi Og'abiga keldim. Shayda dilim g'amga to'lganday, majnunlara hamroh bo'lganday, Karbalo dashtida yonganday azob çektim hicranlarından. Karbalo dashtida yonganday azob çektim hicranlarından. Endi ozodlikka keladi. Marhamat. Qo'llarim yetmagan ay bo'ldingizmi? Men Majnun tal bo'lsam soy bo'ldingizmi? Sevgimizni sotib boy bo'ldingizmi? Yar bo'lmadingiz menga dilorim. Rahmat, Yashang, rahmat. yashang. Go'zal ijro. Bobomurod Hamdamovdan nimadir ijro qilib bering agar bo'lsa. Tug'ab edip basıp gidin izini, buldum men da şunna pervana sonam. Yürekte dördip ışkın közünü, koyma aşığını armana sonam. Yürekte dördip ışkın közünü, koyma aşığını armana sonam. Qoyil. Sizni ijroyingiz, sizni mana shu sohir ovozingiz bizga juda ham ma'qul keldi. San'atingizga, iste'dodingizga ko'z tegmasin. Endi sahnamizga taklif etsak, mehmonimizni. Ha? Hali bormi? Albatta, tilaklarini aytsinlar. Ha, mayli. Biz hozir ustozlar haqida gaplashdik. Bugun rosa faqat va faqat jonli ijroda qo'shiqlar so'radik. Endi tilaklaringizni bildirsangiz, ana undan keyin ko'rsatuvimiz so'ngida siz aytgan o'sha sho'x qo'shiqda ko'taring Turkmancha kayfiyatda qo'shiq bo'lganda ham. Turkmancha qo'shiqda albatta davom ettiramiz, o'tib ketamiz. Bizani mana shu kunishimizga sabab bo'lgan birinchidan ota-onamga rahmat aytaman, oilamga, mana yaqinlarimga hammasiga rahmat aytaman. Ustozlarimizga hammasini aytib turibman, ijodlaridan olib, masalan, to'y hashamlarda xizmat qilamiz. Ularning nimalari bor, hissalari bor hammasini. Ularga ham rahmat aytamiz hammasiga. Ilohim O'zbekiston Turkmaniston do'stligi abadiy bo'lsin. Ilohim. Masalan, bugungi kunda yana ikki davlat prezidentlari shunaqa bir kuchaytirib nima qilib turibdi, nimani aloqalarimizni. Ilohim Alloh rivoj bersin, bularni ham ishiga salomat bo'lg'aylar ilohim. Ilohim bizlar ham shu to'y tadbirlarda ilohim Diydor ko'rishib turaylik. Ha. Ko'z tegmasin. Boringizga shukr. Bundan keyin mana biz o'ylaymizki, faqat sizga yuzlanamiz. Siz yo'q demasdan tashrifingizni ayamaysiz. Va hali konsert dasturlarini ham sizdan kutib qolamiz. Albatta. Kelganingiz uchun katta rahmat, jonli ijrolar uchun rahmat. Lazbek do'stimiz sizga ham katta rahmat, sozandalar. Xush kelibsizlar yana bir bor. Barchaga rahmat. Nonlar uchun, Ma'murjon aka sizga taom uchun katta rahmat aka. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Narizaxon, go'zal bo'lganingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling doimo. Mana shunday go'zal bo'lib dunyoni qutqarib yuring, xudo xolasa. Paqqos tushiramiz ko'rsatuvda. Albatta, paqqos tushiramiz va ana endi siz aytib o'tgan orziqib kutgan daqiqalar. Turkmancha qo'shiqqa yetib keldik. Marhamat. Qani? Marhamat. Sahnamizni taklif qilamiz.
siz uchun.